Stoyankaga chiqdik, o'tirdik, kunduzi bilan ish bo'lgani yo'q. Endi sekin uyga qarab qaytamiz endi. Tovushni yo'q qolamiz. Tovushni yo'q qolamiz, birinchi so'rishni uramiz, ketdik. Pavorotni yoqamiz. Mashinalarga qarab turib gazni bosamiz. Tepadan hamma yo'l juda yaxshi ko'rinadi. Gabaritlar bunaqani urib netib olishdi. Endi ahmoq odam urib netib olsa kerak, chunki hamma narsa ko'rinib turibdi 5 qo'ldek. Juda baland pogrushik, pavorot o'zidan o'zi o'chmaydi. O'z burilgandan keyin mana kechasi sekin qaytyapmiz. Bitta kapchikudek ish bo'ladi deb ish bo'lgani yo'q, qaytyapmiz. Bo'lganda bo'ladi, bo'lmaganda shunaqa qilib bekardan quruqdan kirib qaytib kelaveramiz. Hozir olib borib qo'yamiz. Bunda taxometr yo'q, speedometr yo'q, faqat motorni ko'rsatkichlari bor. Chunki eng tez yurishi 35 km/soatga deb yozib qo'ygan, lekin 35 km tezlikda yursangiz sizni buni sidinadan otib beradi qardosh. Chunki lo'mbilla beradi, otib beradi. Eng tez yurishi 22-24 gradus. 24 km/soatga tezlikda yursangiz yaxshi ketadi. Mana hozir taxminan 15-16 km/soatga ketyapmiz. Gaz bosda ketaveramiz. Gaz. Odamlar qo'qilib ketdi gaz bosganini ko'rib. Mana ujundan bullashni boshladi. Necha tezlik oshib kelsa, qurib o'tib oladi qardosh.